Hammaga salom. Yana ishim shartlasida. Men Craft Lines nimagadir lines deb qo'yganman chiziqlari. Nimaga o'zbekcha bo'lsa yasash chiziqlari degani. Endi men yana sizlar bilan vijivaniya olaman. Bu safar endi yana qismli bo'ladi. Lekin men ozgina g'irromchilik qilishga majburman. Village'ni topib, o'sha yerda yashab qolaman. Menga qishloqning hududini beringlar. Kerak bo'ladi. Borib kelaman. Hammaga salom. Bugun sizlar bilan men vijivaniya olaman va men bugun o'lik tirik holda chiqishim kerak. Jonim ketdi. Xo'sh, shu holda men Ender Dragon o'ldiramiz. Mantiqda gap qani? Oppa, chiqamiz. Nima chiqmayapti bu? Eng amat odamman shekilli. Nima chiqmaydi? What is it? Nimaga bu ishlamayapti? Voy, jonim ketdi. Bundan ko'ra sразу kreativdaman. Bu degani esa men juda ham tez vizaga borishim mumkin. Hozir birdaniga vizada ko'rasizlar. 1, 2, 3. Men shunchalik iflosman, katta kreativga kirib istaganimcha qidirgan joyimni topishim mumkin. Vahahaha. Axir men chitda yoqqanman. Birinchi marta men shunday qilyapman. Nahotki men vizirning oxiridaman. Do'stlar, men vizirning oxiridaman. Yo'q, xalashdim. Загрузка bo'lmabdi-ku, iflos. Dabdala bo'ldik. Alo, kimdir bormi? Stop, men dozorsa kelib qoldi. Vizir, tog'alar, menga yordamga keling. Men video olyapman. Yo'qmi? O'zi o'tirib yurishim qoldi. O'tirsam o'tirib yurganda bo'lyapti. Plus. Hozir bo'laman. Endi bo'lishingni. Hozir endi nima chiqib qo'ydingiz bobu? Yemozasi yapti lekin. Qo'ysa qo'ydim. Ay, yordam do'stlar. Nima qilamiz? Hop, bular ketadi-ku. Portlab ketadi shekilli. Hammasi qilib tashlash kerak. Portlab ketishini hisobga olmayapman. Hammasi birini o'ldirib qo'yapti-ku. Hammasi birini o'ldirib qo'yadi ketishda.
ikkita, uchta, to'rtta bor-ku, nimaga uchta? Max 3tami? Kompyuter qotyapti. Kompyuter qotyapti deyish bo'lgan qo'ppa. Yüzüren var şöyle çekelim. Plus. Endi bilan yaxshitib qo'yib turib, sразу yana qaytamizda. Stop, men bir narsani hech qilib ko'rmagan ekanman. Sizlar agar qilib qo'ygan bo'lsalar, bilasizlar nima qilishdi. Mana damidi. Shu degan. Nima? Markovniy. Nima? O'tsa qayerga boradi? Qani qayerga uchibdi? Oy, nahotki bo'lmasa. Bu degan nezram ochilmaydi. Nahotki. Men bunga ishona olaman. Dashat shirinlik ekan, a? Vau, shu tishga so'kalsa men shunchaki ishona olmas edim. Agar Vijvaniyada bo'lganimda aniq men eng omadli. Necha berdi nima bo'lganini tushunyapman. Qanday qilib men hali kelmasimdan? Qanday qilib men hali kelmasimdan? Nima bo'ldi, nimadirdi? Men bu video olishdan oldin do'stlarim bilan o'ynaganimda endi dragonni killa qildim. Endi uni qaytadan tiriltiramiz. Yo'q. Qaytadan tirilish usulini ko'rib olinglar. Men buni boshida o'xshamaydi deb o'ylaganman. Yoqqanni yana sindiramiz. Hali yonmadi-ku. Nima? Hali yonmagan bo'lsa. Endi buni sindirib olamiz hammasini. Yoki mening mexanikam orqali qilamiz. Bu mexanika halidan ushlamagan. O'tib ketdimi? Ploski. Endi dragondan ketdi. Lekin hozir nima qilishga ketaveradi? Nima yumshoq ketdi? Nima bo'lyapti? Sen bilandir nimadir xatosi. Sen bilandir nimadir xatordir. Buni basharani turibman kerak. Ko'ryapsizlarmi? Shunaqa uzoqdagidan urush asoslash xizmati bo'lyapti menga. Nimaga o'chib qolding? Nima shunaqa qo'yadi? Kebot deganimikin bu. Kep sindirib ot degani bu. Yoki kep turib nimaga? Qanday Minecraft qoidasiga tufurdim. Mana shay. Hozir men shunchaki uning kallasini mo'ljallab o'tarsam, sizlar menga 10 ming berasiz. Keyingisida 5 ming. Oy. Xonasini, o'zining xonini, zavqini sotib ulgurmayapman. Bu yerda Hadan so'ramaysizlar, videolar samdi. Yana buzishga to'g'ri keladi.
Az to'xtatib yuzina qoldi. Video to'xtatishga ulgurmadim. Nima gapiraverasizlar? Video samaydi va eshik topib qo'y. Chiqib keting. Endi boshlaymiz ishni. Jim o'tirish iloji bormi, opa? Pah. Endi dragon bundan jonini to'ldirib olarkan, bu degan kerish bilan urish kerak degan. Avani qo'yadi. Mo'ljaldan. Tushtirma. Nima bo'ldi? Bilmaysanmi? Shu joning ketdi. Bu yo'lni ketib qoldi. Qasam. Uni portlab ketgan bo'ldi. Qo'yil. Bitta endi sizlar ham endi dragon tornado bilan o'ldiringlar. Qo'yil. Darajang sochma, chichib qo'ygandek ko'rinyapti. Endi buni ichiga sekin kiramiz. Savol. Minecraftda bedrock sindirish iloji yo'q-ku. Qanday sindirib olib kelyapti bu yoqqa? Endi bitta ish qilish kerak. Hammani yemagan videolardan qilaman. Sekin. Yopirib tashla. Qanday uchadi bunda? Uchish uchun narsa bo'lish kerak-ku. Shunchaki. Yo. Nahotki men shuncha olmadim men. Ketdi. Uni topganimizdan keyin men yemagan videolarimni shortga qo'yaman. Agar bor bo'lsa. Xullas men o'yinni bitirdim. Hammaga xayr.